eshitingiz, ozarbayjonlik ishbilarmon katta ishonch bilan aytayaptiki, hozirgi islohotlar shiddatida O'zbekiston yaqin 5 yil ichida juda yuqori darajaga chiqadi. Aynan mahalliy sanoatni rivojlantirishga bag'ishlangan yig'ilish va unda davlat rahbari e'lon qilgan yangiliklar investorni shunday xulosaga undagan. E'tibor bering, ilk zavodini Toshkentda ishga tushirgan ozarbayjonlik kuchli ishtiyoq bilan Samarqand, Buxoro va Xorazmda ham yangi loyihalarga kirishgan. Aslida investor uchun, ishbilarmon uchun $1 ham mablag' va o'sha $1 uchun ham 7 o'lchaydi. Yuragi jiz qilsagina mablag'ini tikadi. Balandparvoz tuyulmasin, lekin O'zbekistondagi iqtisodiy islohotlardan 7 iqlimdagi investorning ham, eng oldi kompaniyaning ham jiz etyapti yuragi. Biznesni qo'llab-quvvatlash barqarorlikning kaliti ekanini O'zbekiston yetakchisi yaxshi anglaydi va mahalliy sanoatni qo'llab-quvvatlash hamda rivojlantirish masalalari muhokama qilingan katta yig'ilishda 1 millionga yaqin aholi ishlayotgan sanoat tarmoqlariga yangi surat bag'ishlaydigan muhim tashabbuslarni ilgari surdi. Kun tartibida hududlar va tarmoqlardagi iqtisodiy o'sish, undan ko'zlangan asosiy maqsad esa oddiy odamlarning turmushini yanada yaxshilash. Iqtisodiy o'sish haqida so'z ochilganda o'tgan 4 oyda yurtimizdagi sanoat 6,3% ga o'sib, 290 trillion so'mga yetgani aytish o'rinli. Albatta, ushbu o'ziga xos rekord hozirgi murakkab sharoitda o'z vaqtida ko'rilgan chora-tadbirlar, tanlangan to'g'ri yo'l va ko'rsatilgan qat'iyat natijasi. Siz guvoh bo'layotgan infografikada esa so'nggi 8 yildagi sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish ko'rsatkichlari. Sanoatimiz yuqori dinamikada rivojlanyapti. Tahlillarga ko'ra, 2018-yilning 4 oyida bor yo'g'i 66 trillion so'mlik sanoat mahsulotlari tayyorlangan bo'lsa, 2020-yilda 100 trillion so'mlik dovondan o'tilgan. 2022-yilda 150 trillion so'mdan oshgan va joriy yilda 300 trillion so'mga ham yetishi mumkin edi. Biroq 29 ta tumanda ishlab chiqarish 4,5 trillion so'mga kamaygan. Salohiyat bor. Tabiiy resurslar ham imkon beradi rivojlanishga. Faqat turtki tashabbus kerak. Yig'ilishda prezident bu yo'nalishda tub burilish yasaydigan takliflar, yangicha ishlash usullari va mexanizmlarni ko'rsatib berdi. Bu tashabbuslar nima uchun qilinyapti? Prezident ta'biri bilan aytganda, odamlarning 1-2 bo'lsin, ro'zg'origa baraka kirsin, qo'li pul ko'rsin, yaxshi yashashni o'rgansin va uyg'onsin. Misol uchun, yo'qdan bor bo'lgan mebelsozlikda keyingi 3 yilda 50 mingta yuqori daromadli ish o'rinlari ochilishi maqsad qilingan. Uning uchun uydagi ishlab chiqarishdan sanoatlashgan bosqichga o'tish kerak. Shu maqsadda siz xaritada ko'rayotgan 8 ta hududda mebelchilik markazlari ishga tushiriladi. Yoki ishlab chiqarish hajmi $200 million, eksport $92 million ga chiqqan zargarlik tarmog'i uchun ham eksklyuziv yangiliklar bor. Masalan, zargarlarni xomashyo bilan barqaror ta'minlash uchun bu yil birjaga chiqariladigan oltin hajmi 6 tonnadan 8 tonnaga oshirilyapti. Yoki uzoq yillik orzu reallikka aylanib, zargarlar ham yakka tadbirkor sifatida tilla buyumlar savdosi bilan shug'ullanishi mumkin bo'lmoqda. Hozirgi sharhimiz mahalliy sanoatning yangi drayverlarga aylanishi kutilayotgan zargarlik va mebelsozlik haqida. Zargarlik va mebelsozlik O'zbekiston mahalliy sanoatining yangi drayverlari. Har ikkisi ham noldan bor bo'lgan sohalar. Prezident ushbu yo'nalishlardagi salohiyatni aniq loyihalarga aylantirdi. Mebelsozlik va zargarlik san'atdan sanoatga ko'tarilmoqda.
Prezident raisligida 26 may kuni o'tkazilgan mahalliy sanoatni rivojlantirish bo'yicha kelgusidagi ustuvor vazifalar yuzasidan video selektor yig'ilishida har ikki yo'nalishga yangi surat bag'ishlaydigan katta tashabbuslar ilgari surildi. Dastlab mebelsozlik haqida. O'tgan yilning o'zida ushbu yo'nalishda 920 ta yangi korxona ish boshladi. Sohada 6 trillion 700 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarildi. Bu mahalliy ishlab chiqarishni sanoatga aylantirish borasida amalga oshirilgan ishlarning natijasi. Yurtboshimiz tomonidan xalq farovonligini oshirib borishga keng ko'lamli islohotlar olib borilayotgan bo'lsa, mebelsozlikni rivojlantirish, ya'ni arzon va sifatli mebellarni ishlab chiqarish bu mana shu islohotlari ajralmas bir bo'lagi. Chunki bu ham xalq farovonligini ta'minlab beradigan narsalardan biridir. 2013-2014-yillarda xonadonimizda boshlaganmiz. Biror joyda bir magazin, do'konlar orqali uni realizatsiya qilish, ya'ni sotish, hammasi rosa qiyinchilik bilan boshlangan bu narsalar. Ish boshlagan paytimizda soliq bo'yicha ham anchagina tushunmovchiliklar bo'lgan. Yakka tarafdagi sifatda ishimizmi, yuridik shaxs sifatida ishimizmi anchagina tushunmovchiliklar bo'lardi. 2019-yil 1-yanvardan boshlab qo'shimcha qiymat solig'i to'lovchisiga aylanganmizda, o'shanda qo'shimcha qiymat solig'i 20% edi. Undan keyin 15% ga va mana o'tgan yillari 12% ga tushirildi. Bu juda katta ko'mak beradi. Jamg'arib qolgan mablag'lar o'zimizni mana shu hozir ko'rib turganda ishlab chiqarishga ishlatdik. Mana hozirgi kunda deylik 105 tadan 110 tagacha ishchilarimiz bor. 1-2 oylar ichida deylik 160 taga, 170 taga chiqaramiz. Yoki yana bir misol, Andijon viloyati Oltinko'l tajribasi. Mebelchilik markazida oldin uydagi tor joyda mebel yasagan tadbirkorlar hozir yaxlit kompleksga joylashib, klaster tizimida ishlayapti. Samaradorlik karrasiga oshgan. Biz faoliyatimiz 2003-yil hovli uyimizda 2 sotiklik joyda uyimiz orqa tomonda boshlaganmiz. Faoliyatimizni kengaytirib, buyurtmalar ko'paygandan keyin, mahsulotimizga talab ko'paygandan keyin qo'ni qo'sh shogirdlarni oldik, ya'ni ko'paytirib ishlab. Xullas muammoimiz joy masalasi bo'lib qoldi. Joy masalasi bo'lgandan keyin endi biz qanday qilishni bilmay o'ylanib turgan bir paytimizda prezidentimizga rahmat, Andijonda yagona markazlashgan mebel sanoat zonasi tashkil etildi prezidentimiz topshirig'i bilan. Biz rosa xursand bo'ldik, chunki bu yerga mana joylashdik, bu yerga keldik. Faoliyatimizni yanada rivojlantirdik. Hozirgi kunda ishchi sonlarimiz ham 50 tadan yuqori darajaga chiqqan. Hozirgi kunda $2,500 atrofi, $3,000 atrofida o'zimizning xalqqa Turkiyadan mebellar import bo'lyapti. Endi biz shulardan qolishmagan holatda ishlab chiqaryapmiz. Bizda endi uni $3,000 ga 3 ta beramiz hozir. Tasavvur qiling, prezident aytganidek, respublikamizning yana 8 ta hududida mana shunday klasterlar ish boshlasa, nimalar o'zgaradi? Bu sohada hozirgacha mahsulotlarning 25-30% xonadonlarda tayyorlanmoqda. Uydagi ishlab chiqarishdan sanoat bosqichiga o'tishga intilayotgan mebelsozlar esa ko'p. Buni chuqur tahlil qilgan davlat rahbari sohada 4 ta katta masalani hal qilib berdi. Endi yakka tadbirkor sifatida 5 nafargacha ishchi olib mebel ishlab chiqarishga ruxsat beriladi. Ushbu faoliyatni boshlash, kengaytirish istagida yurgan yosh tadbirkorlarga 7 yilga 5 milliard so'mgacha 18% kredit ajratiladi. Mebel tannarxida import xomashyo ulushi 50-60% ni tashkil qilyapti. Ishlab chiqaruvchilar tannarxni pasaytirish uchun furnitura, aksessuar, bo'yoq, kley, DSP kabi xomashyoga bojni kamaytirishni so'ragan. Milliy mahsulotlarimiz raqobatbardosh bo'lishi uchun bunga rozilik beraman. Har bir inson farovon turmush uchun xonadonida qulay muhit yaratishni xohlaydi. Va buning uchun esa umri davomida bir necha bor mebelsozlik sohasiga murojaat qiladi. Endi siz ko'rib turgan mana bu mahsulotlar tannarxi ancha tushadi. Nima uchun? Prezidentimiz video selektor yig'ilishida aynan mana shu mebelsozlik sohasiga alohida e'tibor qaratdilar va tadbirkorlarga qator imkoniyatlar taqdim etdilar. Bu aynan mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlagan holda sanoat darajasida sohani rivojlantirishga qaratilgan e'tibor. Tadbirkorlarni, mahalliy ishlab chiqaruvchilarni eng quvontirgani bu mebelchilik markazlarining tashkil etilishi. Aynan respublikamizda 8 ta hududda mana shunday markazlar ish boshlaydi. Biz turgan O'rta Chirchiq tumanida ham mana shunday markaz tez kunlarda ish boshlaydi. Prezidentimizning video selektorida mebelchilarga bo'lgan e'tibor tufayli juda ham xursand bo'ldim. Mebel mahsulotlarimizni uyda ishlab chiqarardik.
Prezidentimiz mebelchilik markazlarini tashkil qilishga e'tibor qaratdi. Logistika jihatdan mahsulotlarni bir-biri bilan almashinishi, misol uchun biri korpus qismini ishlab chiqarsa, birov fasad qismini ishlab chiqaradi va ularni bir-biri bilan fikr almashinib ishlab chiqarishi, tizimlashgan holda mebel ishlab chiqarishi ancha qulayliklar tug'diradi. Shu imkoniyatlardan foydalangan holda mebel markazlarida ishlarimizni amalga oshirishni, ya'ni ham kengaytirish niyatimiz bor. 7 yildan beri xonadonda mana shu mebel ishlab chiqarishlarni qilamiz. Prezidentimiz shunchalik sharoitlar qilib beryapti. 5 tagacha ish o'rinlar yaratishga ruxsat berildi. Tumanimizda mebelchilik markazi tashkil qilinar ekan, hammamiz yangilikdan xursand bo'ldik. O'tgan yili mebel eksporti 20 million dollarni tashkil qilgan. Bu ko'rsatkichni 2028-yilgacha 100 million dollarga yetkazish uchun salohiyat yetarli. Sifat, dizayn va brendga e'tibor berilsa, mavjud quvvatning o'zida eksport hozirgidan 10 karra oshishini prezident nafaqat ko'rsatib o'tdi, balki buning uchun kerakli barcha imkoniyat va sharoitni taqdim etdi mebelsozlarga. Mahallamizda bizga o'xshab tadbirkorlik faoliyatini mebelchilik yo'nalishida olib borayotganlar juda ham ko'p. Biz uchun juda ham o'z vaqtida chiqarilgan qaror hamda o'z vaqtida berilgan e'tibor deb o'ylaymiz prezidentimiz tomonidan. Biz juda ham xursandmiz. Ushbu faoliyatni olib borishda xom ashyoni olib kelish biz uchun juda ham qiyinchilik tug'dirardi. Juda oson yo'lga qo'yiladigan bo'ldi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Prezidentimizga rahmat, bizga shunaqa imkoniyatlarni yaratib berganlari uchun. Mahalliy sanoatni rivojlantirishga bag'ishlangan yig'ilishda davlat rahbari zargarlik bo'yicha ham muhim yangiliklarni e'lon qildi. Zargarlikda ham sanoat usuliga o'tib, ichki bozorni himoya qilish va milliy brendlarni qo'llab-quvvatlash vaqti keldi deb o'ylayman. Shuning uchun zargarlik sanoatida ishlatilayotgan uskunalar va ularni butlovchi qismlar import boshidan ozod qilinadi. Navoiy va Olmaliq kombinatlaridan oltinni bo'lib to'lash asosida sotib olish tartibi yana 3 yilga uzaytiriladi. Nufuzli brendlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yib, ularni dizayner va qolipini olib kelish xarajatlarini 30 ming dollargacha qismi qoplab beriladi. Yurtimizda zargarlik juda ko'hna milliy amaliy san'at turi hisoblanadi. Lekin yetarli sharoit bo'lmagani, xomashyo sotib olishdagi qiyinchiliklar sabab ko'p zargarlar faoliyatini to'xtatgan edi. Prezidentimizning 2019-yil 18-maydagi farmoni soha vakillariga keng imkoniyat ochdi. Bu e'tibor zargar tadbirkorlarga ishonch berdi. Davlat rahbari tashabbusi bilan tarmoqdagi mavjud muammolar birma-bir hal etilmoqda. Mamlakatimizda zargarlik mahsulotlarini ishlab chiqarish va eksport hajmini oshirishda juda katta salohiyat bor. Sohaga qaratilgan e'tibor sabab 2024-yilda zargarlikda ishlab chiqarish 200 million dollardan oshdi. Eksport 17% ga o'sib 92 million dollarga yetdi. Ammo bu yiliga 100 tonnadan ziyod oltin qazib olayotgan mamlakat uchun imkoniyatlarning 10dan biri ham ishga solinmayotganini ko'rsatadi. 26-may kuni davlat rahbari zargarlikni san'atdan sanoatga aylantirish bo'yicha qator tashabbuslarni ilgari surdi. Videoselektorda xorijdagi mutaxassislarni, dizayner va texnologlarni yurtimizga olib kelish, yurtimizdagi zargarlarni o'qitish masalasi ham o'rtaga tashlandi. Yana bir jihatiga alohida muhtaram prezidentimiz to'xtalib o'tdilar, ya'ni Yakkasaroy tumanida birinchi zargarlik klasterini tashkil etilganligi. Mana shu klaster bugungi kunda qisqa muddatda o'z faoliyatini yo'lga qo'yib, bizni talabalarimizni ish bilan ta'minlashni yo'lga qo'yganligi ham bu katta bir imkoniyatlarni ochib beradi. Prezidentimizning sohaga qaratgan e'tibori bilan mamlakatimizda zargarlik klasteri paydo bo'ldi. Xususan, Yakkasaroy tumanida ham. Благодаря нашему президенту Shavkat Miromonovich Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning tashabbuslari tufayli ko'plab ishlar zamonaviy ko'rinish oldi. Ayniqsa bu zargarlik sohasida yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Bizga materiallarni olish osonlashdi, ular bilan ishlash qulay bo'ldi. Bu yerga birinchi zargarlik klasteri tashkil etilgani tufayli 4 qavatda bir-biriga ruhan yaqin insonlar to'plangan. Biz eksport uchun ham mahsulotlar ishlab chiqaryapmiz. Masalan, Qozog'iston, Turkmaniston, Birlashgan Arab Amirliklari va Yevropa mamlakatlariga ham eksport qilamiz. Özbekistana gəlmə səbəbimiz hörmətli prezidentin bizə yaratdığı şəraitdir.
Biz muhtaram prezident tomonidan yaratilgan sharoitlar tufayli O'zbekistonga keldik. Ya'ni bu mamlakatda ayniqsa zargarlik sohasida juda yaxshi taraqqiyot ketmoqda. Biz ham aynan shu taraqqiyotdan foydalanib o'z ishlarimizni yanada kengaytirish uchun mamlakatingizdamiz. Zargarlik sohasida to'plagan tajribamizni O'zbekistonga olib kirish, yurtingiz yoshlariga bu ishlarni o'rgatish, ularning zargarlikka bo'lgan qiziqishini oshirishni istaymiz. Bu yerda xalqaro bozorga, jahon bozoriga chiqish uchun beqiyos sharoitlar bor. Biz Texnika universitetidan taklif oldik. Mazkur oliy ta'lim muassasasi talabalari bilan uchrashdik va ulardan o'zimizga shogirdlar tanlab oldik. Ularni kelajakda yanada ko'proq o'rgatish, bu sohalarga jalb qilish uchun qo'limizdan kelgan barcha ishlarni qilmoqdamiz. Yana bir muhim tashabbus, endilikda zargarlar ham yakka tadbirkor sifatida tilla buyumlari savdosi bilan shug'ullanishi mumkin bo'ladi. Zargarlikka shogird bo'lib tushganimiz 83-yil. Hozirgacha zargarlik faoliyatini olib boraman. Prezidentimiz tomonidan berilayotgan imkoniyatlar, imtiyozlar bu o'ylaymanki dunyoda hech bir davlatda zargarlarga berilmagan bo'lsa kerak. Hozir eslayman shogirdlik paytlarimda qanday ustozlarimiz bilan yashirinib, o'g'rincha ishlardik, hunar o'rganardik. Hozirda kelib soliqlardan ozod qilingan. Xohlagancha ishlash mumkin. Minnatdorchilik bildirmoqchiman prezidentimizga. Bizga bir imkoniyat beryaptilar. Bizga shunday joylarni tayyorlab berib, tekinga o'tirib ishlayapmiz. Bizdagi imkoniyatlar, imtiyozlar, xomashyoni o'zimizdan chiqishi bu juda bir katta salohiyatga ega. Hamma eshitib olsin, zargarlarning xomashyo bilan bog'liq birorta muammosi bo'lmasligi kerak, dedi prezident. Bu katta gap. Va bu so'zlar zargarlik sanoati hamda milliy zargarlarimiz hayotida mutlaqo yangi davr boshlanayotganidan darak beradi. Mahalliy sanoatni rivojlantirish avvalo odamlarning turmushini yaxshilaydi, ro'zg'origa baraka olib kiradi. Davlat rahbarining maqsadi ham shu. Mavjud salohiyatni ishga solib, milliy brendni rivojlantirish, qo'shilgan qiymat sanoat orqali aholining farovon turmushini ta'minlash. Tugayotgan haftada O'zbekiston yetakchisi kun tartibidagi yana bir muhim mavzu temir yo'l infratuzilmasini rivojlantirish vazifalari. Unga ko'ra, yuk stansiyalarini poytaxt hududidan tashqariga chiqarish, Yangiyo'l tumani va Yangi Toshkent yaqinida yirik stansiyalar barpo etish taklif qilinmoqda. Shuningdek, poytaxtimizni aylanib o'tuvchi Ozodlik Yangiyer temir yo'li qurilishi ko'zda tutilgan. Natijada Farg'ona vodiysi bilan boshqa viloyatlar o'rtasidagi yuk tashuvlari Toshkent shahriga kirmasdan amalga oshiriladi.